Xush. Premium. Va yana premium xonadonlarga yetib kelganmiz. Assalomu alaykum YouTube kanali obunachilarimiz. Kiraverish eshikdan boshlaymiz. Kiraverish eshiklarini o'zlari uchun o'zgartirib qo'yganlar. Oyoqdaylari barchasi prixoshkamiz kafil qilib qo'yilgan. Mana bu mebellarning o'zini zakaznoy mebellar, qimmat mebellar deb aytishdi. Remontini o'ziga baho beramiz. Kim biladi, mana shu remontga qancha pul sarflangan. 3 xona qilingan kvartiramiz, 4-qavatda 7 qavatda 50 dom. Mana shu yerni o'zini kattagina mehmonxona sifatida foydalanishingiz uchun mana shunaqa miyahki mebellarni qilib qo'yganlar. Stollargacha bor va bu yerda televizorni osish uchun joylari dekoratsion ishlar qilib qo'yilgan. Qandilga alohida baho beramiz. Lotkami bu nima bu? Bilmayman, nima deyishga ham til ojizda вообще. Xo'sh. Devorlarning hamma joyi atasin remont qilingan, kraskalardan foydalanib. Mana bu bizning birinchi xonamiz. Birinchi xonamizni kattalar yotoqxonasi sifatida foydalanishingiz mumkin. Mana bunaqa dekoratsion ishlar qilingan, chiroyli pardalarni ilib qo'yganlar, turistik yaxshi batareyalar va ochiq balkonga ham ega. Xo'sh. Shaharning qoq markazi bizning ikkinchi xonamiz. Ikkinchi xonamiz ham anchagina keng, visokopotolochniy. Mana bunaqa lustralarni bilmayman qayerdan zakaz qilishgan. Birinchi marta ko'rishim, to'g'ri gap. Til ojiz. Bu uyni даже bilmayman nima deb maqtash kerak, bilmayman. Mana bunaqa mebellarning o'zi alohida tema. Oyoqtaylariga yaxshi gilamlar tashab, xonadonlarni oyoqtaylari yaxshi laminat qilingan, chiroyli, mana bunaqa dekoratsion ishlar ham qilib qo'yilgan. Xo'sh. Keling, sanuzurlarni kafillarni qarang. Необычный, juda ham akkuratni did bilan har bitta mayda detalgacha e'tibor berishgan. Bu уже ikkinchi sanuzur. Ikkita sanuzurli xonadon. Va bizning ayollarimiz sevadigan joy kengina oshxona. Xona mebellar zakaznoy 3 qavatlik, moykalari, gaz, pechka va albatta duh kontrnatablenniy. Asosiysi kvartiramiz ikki tomonlama proyektga ega. Shamol aylanishi juda ham zo'r. Alloh ishlagan, lekin bilmayman. Bu uyning egasi o'zi dizaynermi nimada? Xo'sh. Va albatta hammaga narxi qiziq. Mana shunaqa ertak-namo kvartiramiz narxini necha pul deb o'ylaysizlar? Men sizlarga buni narxini aytmayman. O'zlaringiz kommentarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Mana shunaqa kvartira necha pul rasxod qilingan va necha pulga arziydi? 100 kvadratni tashkil qiladi, 3 xona qilingan, 7 qavatdan 50 domni, 4-qavatda liftlar ishlab turibdi, o'zini parkovkalari bor, yo'l yoqasida joylashgan domimiz. Manzil esa Krit bozorning oldida qurilgan ziroat bank dom deb kelaverasizlar. Lekin maqtashga til ojizda, to'g'ri gap, вообще gap bo'lishi mumkin emas mana shu kvartiramizga. Iloyim hammamizga tez orada mana shunaqa uylar nasib qilsin. Shu videoni yaqinlaringizga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Kimga tilak qilasiz, shu odamga yuborib qo'ying. Bizlarni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling. Akuka agentligiga obuna bo'ling. Bizlarni arzimas mehnatimizga shunchagina like bosib qo'ysangiz bo'ldi. Xo'sh, assalomu alaykum YouTube kanali obunachilarimiz. Yana o'sha biza Akuka agentligi sizlarga yaxshi bitta tayyor 3 xonalik yevro ta'mirlanganini video obzoriga yetib kelganmiz. Xo'sh, glавный kiraverish eshiklari, glавный kiraverishdan kattagina bizning prixoshkamiz. Prixoshkamiz o'zida ham turistik yaxshi atalganlar o'ynatib qo'yilgan. Hamma joylari supermosh yaxshi bo'lgan. Mana bunaqa kirishda, chiqishda o'ziga qarash uchun oynalar o'rnatib qo'yilgan, shitlar qilib qo'yilgan. Bizning birinchi xonamiz, keling. Birinchi xonamiz maydalar yotoqxonasi sifatida foydalanishingiz mumkin. Bemalol balkonlari ham bor, balkonlar yo'q o'zlar uchun taxlab olganlar, chiroyli qandillarni ilib qo'yganlar, tepalar hamma joy natijali bo'lgan. Eshiklarga alohida baho beramiz. Hozirda eng yaxshi, eng ko'p qo'yiladigan eshiklardan biri. Sifati yaxshi. Sanuzurlarni ko'rsatamiz. Sanuzurlar oyoqdagidan yuqorisigacha kafil bo'lgan. Ko'ko yaxshi mumtozlar. Sanuzurlarni alohida ahamiyat beramiz. Mana bunaqa dushavli kabinetlar qilib qo'yilgan. Raksina, qo'yilish oynalari. Bizning kattagina mehmonxonamiz.
mehmonxonamizni bir tarafda mana bunaqa dekorativ ishlar qilib qo'yilgan, televizorlarimiz o'sib, mana bu yerda 12 talik stol qo'yib, bemalol mehmonlaringizni kutishingiz mumkin. U yoqdagi yaxshi laminatdan o'rnatilgan. Pardalarni ham yaxshidan ilib qo'ygan ekanlar, chiroyli qandalarni ham ilib qo'yganlar. Xo'sh, bizning prixoshkaning kirishda to'g'rida kattagina oshxonamiz kuxli zakazli mebellar qilib qo'yilgan. Mana bu yerda bemalol xalalligingiz uchun joy, strelka uchun joy qo'yilib ketilgan. Moyka, gaz, bitishkalari o'rnatib qo'yilgan. Mana bu yerda esa bizning balkonimiz. Bu yerda bemalol kirlarni yuvgandan keyin mana shu yerda bemalol quritishingiz mumkin. Domimiz asosiysi to'liq vod bo'lgan, dokumentlardan biron muammosi yo'q. Va bizning kattalar yotoqxonasi. Ikkinchi spalni. Ikkinchi spalniga ham super mo'sh yaxshi bo'llar, chiroyli qandalarni qo'yganlar, tepalarga natijali fotolar qilib qo'yilgan. Xo'sh, lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, lokatsiyasi Buxoro shahar, Gorgaz, Kodi Power deb kirib kelasizlar. 17-maktabning oldida qurilgan 7 qavatli elit nomli 3-qavatida 3 xonalik liftlari ishlab turibdi. 85 metr kvadratdan iborat. Narxi albatta hammaga qiziq. Mana shu tayyor xonadonimiz narxini 18 ming AQSh dollarga baholab qo'ydik. Kimdir aytishi mumkin, qimmat yoki bundan yaxshi xonadonlar bor-ku deb. Lekin bitta gapni aytaman, asosiysi lokatsiya, joy, etaj. Mana shu 3 ta narsa kvartira sotib olishda eng asosiy narsalar. Kriteriyni mana bir qadam maktab mana shu yerdan bemalol qilaverasiz. O'g'lingiz yoki qizingiz bemalol maktabga borib keladi. Bog'cha ham orqa tomonda. Biron muammosi yo'q. Keling mana shu xonadonni xarid qiling, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Bemalol uy egasini o'zlari bilan savdolashib olishingiz mumkin. Akuka agentligiga obuna bo'lishingizdan chiqmasa, like bosing, bizani kuzatishda davom eting. Bundan ham zo'r kvartiralarni joylashda davom etamiz. Arzimagan mehnatimiz uchun bittagina like bosib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling. Pastki qavatdan 2 xonalik tayyor kvartira chiqaring degan obunachilar uchun aynan sizlar uchun mana shunaqa kvartiraga yetib kelganmiz. Assalomu alaykum YouTube kanali obunachilarimiz. Ko'rishingiz mumkin, bu bizning kattagina mehmonxonamiz. Mehmonxonamizga natijali patologlar, mana bunaqa dekorativ ishlar qilingan. U yoqdagilar yaxshi sakilamlar, yaxshi laminatlar, super mo'sh yaxshi bo'llar. Tureski batareyalar, chiroyli pardalarni ilib qo'yganlar, eshiklarga alohida baho berilgan, oppoqgina ko'nglim rangda. Xo'sh, ushbu kvartiramizni plyus tomonlarini aytib o'tamiz. Sanuzillari alohida, nastroykada 90% bitta sanuzil bo'lgan. U yoqdagidan yuqorisigacha kafel qilib qo'yilgan. Bizning kattagina prixoshka qismimiz, prixoshkamiz to'g'rida bizning oshxonamiz, bunisi esa bitta yotoqxona, glavniy kiraverich eshiklari, glavniy kiraverishdan bizning to'g'rida ayollarimiz sevadigan joy oshxona qismi. Oshxona qismida kuxni mebellar zakazini qilib qo'yilgan. Mana bu yerda stalkan joy, gaz, vitishka, moykalari va albatta duh kontrnatorlarni o'rnatib qo'yilgan. Ushbu kvartiramizning hamma xonasida derazalar mavjud. Bironta xonamiz gulxoy tushmagan. Mana bu yer esa bizning spalni qismi, kattalar yotoqxona sifatida foydalanamiz. Mana bunaqa dekorativ ham ishlar qilib qo'yilgan. Pardalarni ilib qo'yganlar. Bu yerda ham Tureski ataplarni o'rnatib qo'yilgan. Maktab, bog'cha bir qadam. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, lokatsiyamiz Buxoro shahar kriterionining orqa tomoni Alyans bar yoki Vayankavalni ro'parasida qurilgan 7 qavatli elit domni 2-qavatida 2 xonalik tayyor remont qilib qo'yilgan. Remontdan keyin hali hech kim yashamabdi. Kvadrati 75 kvadrat dedilar. Narxi esa 56.900 AQSh dollarga baholab qo'ydik. Sizlar o'zlaringiz nimalaringizni yozib qoldiringlar, fikrlaringizni yozib qo'yinglar. Narxiga arziydimi yo'qmi? Biza hamma yozibdi bizga qimmat kvartiralar, lekin Buxoro shaharining o'zida arzon kvartiraning o'zi qolmagan-ku. Biz qo'limizdan kelgancha sizlarga arzonroq kvartiralarni videoobzoriga yetib borib, videoobzor qilib beramiz. Endi bizga основной новостройка yangi qishlik domladan talablar ko'p tushadi, gapim to'g'risi. Pastki qavatdan 2-qavat bu. Liftlar ham ishlab turibdi, 24/7 o'zini shaxsiy parkovkalari ham bor. 24/7 liftni ishlash sababini aytaman. Parkovkalarning yuqorisida quyosh panellarini o'rnatib qo'yilgan. Liftdan biron muammosi bo'lmaydi. Mana shunaqa kvartiralarni o'tkazib yubormaslik uchun Akuka agentligiga obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Bizani kuzatishda davom etinglar. Arzimagan mehnatimiz uchun bitta like bosib o'tishni unutmanglar. Pastdagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qilib kelavering. Ushbu kvartirani sizlarga ulashdim.
Sizlar biron kishiga ulashinglar, kim ikki xonalik ikkinchi qavatdan qidirib yurgan bo'lsa, bemalol mana shu kvartirani tavsiya qilib olaman. Xayr salomat bo'ling. Xo'sh, assalomu alaykum YouTube kanali obunachilarimiz. Bugungi obzorimizda yana bitta pachka 3 xonalik tayyor kvartiraga yetib kelganmiz. Bizani главный кровать eshiklaridan chap qo'lda alohida bo'lgan sanuzlar. Bu katta plyus. O'z новостройkalarda eng katta muammoni bittasi shu bo'ladi. Oyoq taylaridan yuqorisigacha qaqir qilib qo'yilgan, koko yaxshi unutadilar, real isitgich aristonlarga o'rnatib qo'yilgan. Bunisi esa bizlarning yuvinish qismimiz. Yuvinish qismiga ham alohida tema. Kafillarni zakazno kafillar zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Eshiklarga baho beradigan bo'lsak, eshiklarning o'zini 4,5 million so'mdan oldim dedilar xonadonimiz egalari. Xo'sh. Bizlarning birinchi xonamiz. Birinchi xonamiz maydalar yotoqxona sifatida foydalanishingiz mumkin. Oyoq taylariga yaxshi laminat qilib qo'yilgan va ustidan yaxshi sagilamarni tashlab qo'yganlar. Devorlarga esa supermosh yaxshi bo'ladi. Ishlaydigan bunaqa chiroyli qandilarni ilib qo'yganlar. Asosiysi proyekt ikki tomonlama shamol aylanishi juda ham zo'r. Bu ikkinchi xonamiz. Ikkinchi xonamiz kattalar yotoqxona sifatida foydalanishingiz mumkin. Har bitta xonadonimizda o'zining terazasiga ega. Bironta xonamiz go'lxoy emas. Va bizning asosiy qismimiz ayollarimiz sevadigan joy. Ya'ni o'zini kattagina oshxona kuxnyasiga ega. Kuxnya zakazno mebellar qilib qo'yilgan. Mana bu yerda stroyka uchun joy, xalolik uchun joy, bemalol stol qo'yib zavtrak uchun obed shu yerni o'zida bo'laveradi. Bu esa bizning duxonchani atamaymiz. Stabilizatorlarga joy qo'yilgan. Xo'sh, ochiq balkoni. Oshxonaning o'zida ochiq balkon bor. Va zalning o'zida. Lokatsiyasini tushuntirib o'tsam. Lokatsiyasi Buxoro shahar Saxirni ballasi oldida qurilgan. Ko'rganingizdek, shundoqqina yo'l yoqasida joylashgan tayyor kvartiramiz 90 metr kvadratdan iborat va mana bunisi bizning kattagina mehmonxonamiz. Mehmonxonamizga ham alohida avtorskiy proyekt sifatida remont qilib qo'yilgan. Chiroyli qandilarga qo'yilgan, yuqorilariga natijnoy. Bizning ikkinchi balkonimiz. İkinci balkonumuzdan anchagina keng, bemalol chiqib toza havodan nafas olishingiz mumkin. Xo'sh, va asosiysi narxi. Narxi albatta hammaga qiziq. Ushbu kvartiramizni narxini 55.900 AQSh dollarga baholab qo'ydik. Yana ozgina savdosi bor. Kimda kim shu kvartiraning egasiga aylanmoqchi bo'lsa agar, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib kelib xarid qilishingiz mumkin. Lokatsiyasini aytdim, pulini aytdim, keling xarid qiling, mazza qilib yashang. Bizlarni kuzatishda davom eting. Akuka agentligiga obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'ling, o'zingizni asrang. Xo'sh, 28.900 AQSh dollarga 2 xonalik topib qo'ydim. Shu Akuka agentligini obunachilar uchun. Assalomu alaykum YouTube obunachilarimiz. Bugungi obzorimizda 4 qavatli paneldomni 4-qavatda 2 xonalik yevro ta'mirlangan kvartiramiz. Mana bu bizning yotoqxona. Yotoqxonamiz oyoq taylari hamma joyi laminat qilingan, supermosh yaxshi bo'lar, eshik tirazalar hammasi almashtirilgan, chiroyli qandilarni yeb qo'yganlar. Mana bu esa bizning kattagina mehmonxonamiz. Mana bunaqa panorama oynalarga ham ega, balkonni o'zlari uchun qo'shib qo'yganlar. Isitgichlar markaziy sentralga ulangan, hamma joylarda supermosh yaxshi bo'lar qilingan. Aytganimdek, bu shu kvartiradan shunday chiqasiz, shaharning qo'rq markazi. Maktab, bog'cha, lokatsiyasi juda ham zo'r, qulay joyda joylashgan. Eshiklarga alohida baho beramiz. Mana bu yer esa bizning kattagina, shinamgina oshxonamiz. Oshxonamizga ham gaz moykalari qilib qo'yilgan. Xo'sh, bunisi esa bizning главный kiraverish eshiklari. Главный kiraverishdan chap qo'limizda bizning sanuzulimiz. Sanuzulimizni ham ko'rsatib Sanuzulumuzdan juda ham akkuratni, kompaktni. Devorlar plastiklangan, oyoq taylari yaxshi kafillarni terib qo'yganlar. Nima demoqchiman? Uy xarid qilishda asosiysi lokatsiyasiga, joyiga, etajida mana shu narsalarga javob nima qilish kerak-da? Ahamiyat berish kerak. Bu 28.900 AQSh dollarga 2 xonalik tavsiya qilaman. Bunaqasi yo'q. Tayyor kirib yashaysiz. Ko'rpacha mebellarni kirasiz, ketirasiz, bemalol yashayverasiz. 2 xonalik. Mana bu o'ng qo'limdagi birinchisi kattalar yotoqxonasida sifatida foydalanasiz. Mana bu yer esa bemalol mehmonxona sifatida foydalanishingiz mumkin. Shaharning qoq markazi deganimda, shaharning qoq markazi Gorgaz, Kodik Bavorov. 17-maktab shundoqqina oldida futbolni pola ham bor.
maktab, bog'cha bir qadam. Chiqsangiz shunday ostanovka. Xo'sh, nima demoqchiman? Bu kvartiramizni oladigan odam shunday sotib oladi, narsalarni keltiradi, mazza qilib yashaydi. Narxiga arziydimi yo'qmi? Albatta o'z fikrlaringizni kommentariyada kutib qolaman. Meni o'ylashim bo'yicha, lekin bu xonadon mana shu kvartira narxiga arziydi. Chunki shaharning qo'rqmag'i 4-qavatdan bo'lsa ham bunaqa narxda yo'q, tayyor remont qilib qo'yilgan. Bez remontlari mana shu narxda ko'rib yuribmiz. Biz ham o'zingiz ham ko'rib yuribsiz masalan. O'ylab fikrlab ko'ring. Mana shu xonadonni tavsiya qilib qolaman. Keling shu uyni xarid qiling. Assalomu alaykum YouTube kanali obunachilarimiz. Bugungi obzorimizda 7 qavat 50 domli 5-qavatda 3 xonali tayyor kirib yashash sharoitlari qilib qo'yilgan kvartiralarni ko'rishni boshlaymiz. Bizning kiraverishda kattagina prixoshka qismi, u yoqdagilar hamma joyi yaxshi laminat, devorlar esa yaxshi supermoshi aboylardan ishlatib qo'yilgan. Eshiklarga alohida baho beramiz. Eshiklar hammasi yaxshi MDF eshiklardan o'rnatilgan. Birinchi sanuzildan ko'rish boshlaymiz. Bu yuvinish qismi. Yuvinish qismida u yoqdagidan yuqorisigacha kafil qilib qo'yilgan rakvina, unit. Bunisi esa hojatxona qismimiz. Hojatxonamiz ham u yoqdagidan yuqorisigacha kafil qo'yilgan. Yaxshi koko untazdan o'rnatib qo'yilgan. Va bizning ayollarimiz sevadigan joy kattagina oshxona, kuxnya qismimiz. Kuxnya mebellari qilib qo'yilgan. Mana bu yerda moyka, LG 6 kilolik yaxshi avtomat, Ofon firmasidan yaxshi duxkamerli холодильнигimiz, duxkontrni отопленияlarimiz, stabilizatorlar o'rnatib qo'yilgan, turistga yaxshi отопленияlar va lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, lokatsiyani bitta ko'rsatib o'ting. Lokatsiya shaharning qoq markasi, Buxoroning sentri desak ham bo'laveradi, chunki bu lokatsiyadan hamma ham uy sotavermaydi, hamma vaqt ham uy chiqavermaydi. Kriti choraqa deb kelaverasizlar. Bunisi esa bizani qo'yishning kattalar yotoqxonasi yoki maydalar yotoqxonasi sifatida foydalanishingiz mumkin. Tepalarga uzorlar berib qo'yilgan. Turistga yaxshi отопление o'rnatib qo'yilgan. Bittagina maydagina yotoqxonamiz ham bor. Mana bunaqa shkaflarga ham ega. Uyimizga Wi-Fi apparatlarigacha qilib qo'yilgan. Bunisi esa yana bitta xonamiz, yana bitta yotoqxona sifatida foydalanish uchun joy. Oyoqdagilarga yaxshi sagilamlardan gilamcha qo'yilgan. Va bizning asosiysi mehmonxonamiz. Mehmonxonamiz ham anchagina keng, visokopotolochniy, chiroyli paldalar ilib qo'yilgan, tepalariga natijnoy qilib qo'yilgan. Mana bunaqa stol qilib qo'yilgan va shivaki yaxshi uniktalik konditsioner, qiruvchi Samsung firmasidan televizorlarimiz o'rnatib qo'yilgan. Narxiga keladigan bo'lsak, biz buni narxini 54.900 dollar. Narxini biz buni 55.900 dollar kelishtirib qo'ydik. Yana ozgina savdosi bor. Kelinglar uyning ustida, uyning egasi bilan savdolashib olinglar. Narxi yana tushadigan joyi bor. Kimda kim shu kvartiramizni egasiga aylanmoqchi bo'lsa, bizlar bilan qo'ng'iroqlar tashib, kelib shu xonadonimizning egasiga aylanishingiz mumkin. Liftlari ishlab turibdi. Quyosh panellari o'rnatib qo'yilgan. Shaharning qoq markazi Kriti chorrahasida joylashgan 7 qavatli 50 domli 5-qavatda 3 xonali 80 kvadrat metr